Ba'zi sklad egalari tarafida bizga ko'proq qo'ng'iroqlar bo'ladi va narxini so'rashadi sotishmoqchi bo'lgan paytda. Albatta bitta narx aytishimiz qiyin, sababi bu atrofdagi bor proyektlar, undan tashqari qanaqa shart-sharoitga ega, kommunikatsiyasi hammasi hisobga olinib, keyin bitta narx chiqarilsa, bozorda oluvchiga qiziq bo'lgan taklif berilsa, yana ham yaxshi. Bizlar otsenka xizmatimizda yo'q, buni to'g'ri narx aytish juda ham qiyin. Va boyaga aytib o'tirgan omillarni hisob-kitob qilish kerak bo'ladi. Bozorda baribir hamma narsaning o'zini narxi, joylashuvi, bahosi bor. Oluvchi ham shunga yarasha yondashadi va qiziqadi. Agar siz narxingizni obyekt bo'yicha juda ham yuqori baland qo'yadigan bo'lsangiz, qiziquvchilik juda ham kam bo'lishi mumkin. Agar siz yaxshiroq narx taklif qiladigan bo'lsangiz va real taklif bo'ladigan bo'lsa, unda qiziquvchilar ham ko'proq bo'lib va joyingiz bo'yicha переговорlar ham sonini ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Shu narsalarga ahamiyat berish kerak bo'ladi. To'g'ri, hozirgi paytda ishlab chiqarish sohasi oluvchilarning fikrlashi boshqacharoq. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, zamonaviy obyektlarga qiziqish ko'proq bo'ladi yoki eski joylar, ko'plar eski joylar va ketma-ket qurilgan, bularni buzish kerak bo'ladi. Albatta bu oluvchiga bu xarajat hisoblanadi va shundan kelib chiqib narx taklif qilishadi. Ba'zi bir paytlarda taklif qilingan narxlar juda ham past degan fikrda eshitamiz. Unaqa narsalarni to'g'ri qabul qilish kerak, to'g'ri gaplashish kerak bo'ladi. Agar u sizga taklif qilayotgan narxi yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, unda menimcha yaxshilab o'ylab ko'rganingiz yaxshi. O'shaning uchun albatta obyektni sotishdan oldin bu masalalarni ko'rib chiqishni biz albatta tavsiya qilamiz.